Uylarda mana shunaqa bolalarimiz yo o'zimizni qo'limizdan bexosdan shunaqa ketchup, mayonez yo bo'lmasa qanaqadir doli tushishi, kola, fanta to'kilishi mumkin. Mana shunaqa doli vaziyat bo'lganda ko'pchilik xotin-qizlarimiz bunday olib kelar ekanda, mana bunaqa artib qo'yishar ekanda. Ya'ni ketmaganiga aniq ish qilishar ekan, ketadi, vanishlar bilan narsa bilan ish qilishar ekan, lekin bu holatda ketmaydi bu. Hozir sizga rabaklar orqali qanaqa tozalashni ko'rsatib beraman. Tabakni texnikani qo'shib olamiz. Texnikamiz qo'shilishi va aralashtirib suvni yo'q qilamiz.